o'quvchilar, hozir bitta metod o'rganamiz. Bu metodimiz davra suhbati deyiladi. Davra suhbatida mana shu rasmlar orqali matn yaratamiz. Matnimizning nomi kitob haqida bo'ladi. Birinchi gapning, matnning birinchi gapini men aytaman. Undan keyin sizlarga yordamchi sifatida mana rasmlar turibdi. Shu rasmlar ishtirokida siz gaplaringizni bir-biriga mazmunan bog'lagan holda davom ettirasiz. Boshladikmi? Ha. Kitob insonning eng yaqin do'sti. Kompyuter va gadjetlar ishdan chiqishi mumkin. Kitob har doim biz bilan birga bo'ladi. Kitob bizning do'stimiz va ustozimiz hisoblanadi. Ota-bobolarimiz kitobni qo'liga olganda uni o'pib ko'ziga surtganlar. Ajdodlarimizning dono o'gitlarini kitoblardan o'rganamiz. Kitob insonlarga to'g'ri yo'lni o'rgatishda yordam beradi. Agar kitobni asrab-avaylasak, ular ko'p yillar davomida insonlarga xizmat qiladi. Kitobning varaqini yirtish va iflos joyga qo'yish gunoh ishdir. Kitob bizga o'ylashga, fikrlashga va to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatadi. Matnimiz nima haqida bo'ldi? Kitob. Mazmunan bog'landimi? Ha. Barakalla.